Turuş. Xalq uchun emas, xalq puli uchun xizmat qilayotgan Qashqar Prezidentnaya G'o'lto'g'roq yezdi hukumatdagi ham 8-kandagi bor xodimlarga men Qadimidiya Turpandan, Qadimiyat Ostanasidan, ana tuproq Jimtur kantidan 9 guruh a'zosi o'limni purab yashayotgan Abdulla Emin bo'lman 35 yoshga kirdim. Mening salomat ahvolim bo'lsa yaxshi emas, ikki ko'zimni ko'rish ixtiyor chekingan, ikki ko'zimiz ko'rmaydi. Ata-onam bo'lsa kendidan kasal savobli olamda o'tgan. Qarindoshlarim bo'lsa, cho'ng akam er-xotin ikkisi tarbiyalash berib keldi. 3 singlim er-xotin ikkisi tarbiyalash berib keldi. Mama tarbiyalash berib keldim. Barliq qarindoshlarim kasbiy texnik mahorat tarbiyalash maktab berib turib keldi. Shuning uchun iqtisodimiz, salomatligim hammasi chiqqan jarayonda sizlarniki tavalliginglarga birinchi 8-kanisi birinchi o'di mahallasidagi a'zoyinglar Maqbullah Hamid oilalarni yo'qlab boramidi va qarindoshlarim bu tarbiyalash masjidida bu tarbiyalash masjidida ko'rib turamidim. Hammamiz kasbiy texnik mahoratni egallamizda ana tashviqimiz yo'q. Sizlar to'g'ri shikoyat ketdi. Hatto xotin bolalarim qiyinchilik topgan vaqt bilan izlab borsa, yo'lchim yo'qmi? Desa, yo'lchi tarbiyalashga ketgan. Desa, unda yo'lchimning urutqanlari yo'qmi, qarindoshlari yo'qmi? Desa, ular tarbiyalashga ketgan. Desa, shu hol esasizlar, hol yetmabsizlar. Hatto mana qiyinchilik topgan masjidlarda hatto bu pul hatta aram aldırmapsızlar. Hatta her şembe, çarşamba günü keşligi ko'rsuvada teşrifat taqdirlarda saat 10-11 gacha ana ko'chada gezmapsizlar. Bir er va odamning bir bolasi va bir bola amtiyotgan bir ayolni sizlar bu xizmatinglar, mushlar xizmatmasizlar, xizmatinglar bir er shu bola amtiyotgan ayolni keşligiga shu teşrifat taqdirlarda xizmat qilasizlar, mushlar qilamsizlar. Men intayin men mush fikrim bor sizlarga borliqni menga. Mush jarayonda meniki turmushimga ta'sir etdi. Sizlar xizmatni yaxshi ishlamabsizlar, sizlar hatto o'rnash chiqmabsizlar, men qiyinchilik topqasimi. Men xabar bo'lib turdim. Menga ilojim yo'q. Partiyaning chaqirib ovoz qo'shib, kasbiy tahani texnik mahorat tarbiyalash qilib, bu xotin bolalarimizni tashlab qilamiz yo'q, qarindoshlarim. Hammamiz shundoq. İqtisod jihatda, salomat jihatda biz chayqib qoldik. Kelgandan keyin cho'ng akamma umma salomatlik chekinib, mening salomatlik chekinib, aniq bilamdi. Shuning uchun mushu Maqbullah Hamid oilalarga har vaqt har zaman hamdam bo'lib, yorug'lab turishinglarni chin ko'ngilda so'rayman. Mening ahvolim bo'lsa, ikki ko'zim ko'rmaydi. Iqtisod kirimim yo'q. Men ota-onamdan, iqtisodimdan, salomatligimdan eg'ir darajada bo'lib cheklanib bo'lib men hozir yaralasiz qoldim. Ota-onam hayot bo'lgan men yaralabdi. Iqtisod kirimimni oshiratdik. Har qanday qiyinchiliklarimiz hal qiladi. Lekin afsus, men yaralasiz qoldim. Shuning uchun har vaqt har zaman Maqbullah Hamid oilalar yaralab turishinglarni ikkilachilik qilib turishinglarni chin ko'ngildan so'rayman. Mening ahvolim bo'lsa, men burun ahvolim yo'q, tarbiyalashdim, berishdim, burun ahvolim yo'q. Nurg'un qazim bor. Hatto men doktorxonaga borib davolansam saqiydigan edim, lekin iqtisod sharoitim yor bermaydi. Ham 35 yosh kirdim, ko'ryapsizlar, mana sochlarim bu ketgan, mana tul g'ambisib. Mana bu qoldim. Sizlarni andoq xalq puli uchun xizmat qilgan ana bir ideal bo'lmasligini chekkan umid qilaman. Andoq algachanda men tarbiyalash masjidlarida, kasbiy tahanut markazlarida bu qamqamiz ana bolalar uncha qiyinchilik qatqamasdi, qiynalib qolmasdi. Men tarbiyalash masjidlarda bolalarimni ko'rishdim, o'rasish bo'lay. Qiynalib qolmasdim, ayolim talab ig'roy qolgandi. Bola ayolim bo'lsa yurak kilapa operatsiya qilingan. Ayolimiz uchal ig'roy qolgan bitti desam tashkil deb kelgandan keyin men tarbiyalashdan chiqqandan keyin 3 yil yaqin turdim. Endi kelgandan keyin kelsam ben qiyinchilik ketdi, nurg'un qazal ketdi. Shu nima tufaylidan og'irlashim ko'p. Og'riq tuqqanlar